Bilarmidingiz? Hayvonlar qiyin vaziyatdan chiqish uchun o'zlarini ajoyib tirik qolish usullariga ega. Masalan, bir o'rdakni tasavvur qiling. Sovuqda uning tumshug'i muzlab yopishib qoldi. Odam uchun bu katta muammo emas, lekin qo'lsiz o'rdak uchun bu juda xavfli. Lekin tabiat uni chorasiz qoldirmagan. O'rdaklar tumshug'i muzlasa, uni patlarini orasiga chuqur yashiradi. Patlar orasida tanasining harorati taxminan 40 gradus atrofida bo'ladi. Shu issiqlik muzni tez eritib, tumshuqni yana ishlashga imkon beradi. Tumshuq nega muzlaydi? Ko'pincha suv ichgandan keyin namlik sovuq havoda darhol muzlab, tumshuq ustida yupqa muz qatlam hosil qiladi. Tumshuq muzlashi hal qilinadigan muammo, lekin agar o'rdak butunlay muzga yopishib qolsa, unda inson yordami kerak bo'ladi. Ayrimlar muzni sindirib qutqaradi, boshqalar ehtiyotkorlik bilan urib ajratadi. Yana kimdir issiq suv quyib muzni eritadi. Odatda o'rdak omon chiqadi. Endi savol, bunday vaziyatda o'rdakka siz qanday yordam bergan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.